Mana endi hamma muammolarimiz hal bo'lyapti. Mana tormoz berganda o'g'illar qaltirashlar, pedalga berishlar. Perivalda yurganda shofirlarimiz ko'proq balans skorsida tushayotganda chiqayotganda tormozdan qaltirashi. Mana shunday holatda elipis o'polani ko'rib turibsizlar. Ular palov aylanayapti mana. Eshik mashinalar o'zi ishlab bo'ladi deb xudo xolasa. Tekizlab jarayondamiz. Tekizlab olyapmiz. Tekizlangan holat shu holat bo'ladi. O'zi turgan holatda ishlab beryapmiz. Bizda har xil qulayliklar bor. O'zida tashqarida ishlash mumkin. Imkon qadar uzoq yo'ldan kelganingizni ko'rib turibsiz. Baraban elipis bo'lib aylanayapti. Baraban elipis bo'lib qolganda shuni olib hozir shilingan u tekiz bo'lganda qanday bo'ladi desalaring, tekiz bo'lib oppoq bo'lib qoladi hamma. Elipis bir joy tegib, bir joy tegmaydi. Elipis holati shu. Shilingan holatini siz ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana hozirda mana Nexus boshlarimiz ishilib beryapmiz barabanlarni. Mana Andijondan bir kelgan ekan, telefonda videolarni ko'rib kelgan ekan. Vakuumlar chachilib ketib, tormozga qisib qoldi. Hozir vakuumni almashtirib berdik. Mana eski vakuum mana ichlari chachilib ketgan. Yaroqsiz holatga kelib qolgan. Cho'tka qilib koreyskiy rabotchi vakuum qo'yib berdik. Garantiyalarimga xursand xudo xolasa. Mana ish jarayonlarimiz ketyapti shu jarayon. Shunday xizmatlar bo'lsa telefonlar tayyorlab qoldiramiz. Mana Malibu'miz ham oldilarini ishini Malibu 1da kalotchalarni almashtirib berdik. Nimaga kiradi bilasizmi? Toshkentdan aka ishlar bo'lsa tayyorlab chiroqni tayyorlab mana ikkinchi mashinamiz Cobalt mashinamiz. Mana buni ham oldi barabarlarni ishlayapmiz. Kech bo'lishiga qaramay klientlarimiz iltimos qilgani uchun mana kechasi ham chiroqni chirada yoqib olishlayapmiz. Bunday xizmatlar bo'lsa telefon qilinadi. Barabarlarni chiroqni radno qilishni beramiz. Kimga shunaqa uchinchi klientimizda mana Nexus mashinasi barabar elipis o'pgan ekan, tormoz bersa qaltirayotgan ekan. Buni ham mana hozir shilish jarayonidamiz. Xudo xolasa bir tomonni shilib bo'ldi. Mana kalotkalar ham tugab qolgan ekan. Kalotkalarni almashtirib cho'kka qilib redline qilib kalotkalarni ham stupisalarni ham zaylab diskka chiqib kirish qiyin bo'lib qolgan ekan. Stupisalarni o'zimiz smaskasiga oladik. Mana shu Hyper degan kalotkasidan qo'yib berdik. Kalotkadan keramika zo'r kalotka chiqyapti. Garantiyalari bor. Shu kalotkalardan zarar bo'lsa o'zimizda bor. Murojaat qilaverasizlar. Hamma mashinamizga bor. Kia Islami, Jetour Islami, Lada Larius, o'zimiz Xitoy Tracker, O'zbekiston Tracker hammasidan bor. Murojaat qilaverasizlar. Telefon qoldiramiz. Ichlarida mislari bor ko'rib turibsizlar. Mana Toshkentda mehmonimiz ishlab bitirib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.